ombori aytgancha. Mana bu yerda ham o'sha mashhur Lanzo halol oshxonasi. Xullas bularni ombori juda ham eski binoda joylashgan ekan. Bilmagandim bizga bunaqa yaqin joyda bunaqa ko'p fabrikalar, bunaqa zavodlar borligini. Men turgan joy oldingi videolarda ham aytib o'tganman. O'sha mashhur onlayn bozor Alibabani asosiy filiali territoriyasida. Bu atroflar hammasi texnika. Alibaba hozir mashhur bo'lgan DeepSeek AI, Vivo yana ko'p texnologiya kompaniyalar joylashgan joy hisoblanadi. Bu shopping mallda bizga yoqadigan non bor. Shundan olmoqchiman. Yo'l-yo'lakay. Nokromiyni qo'yish kerak. Bilmayman qaysi biri. Ochildi. Sig'adimi bilmayman. Sig'maydi. Avvaldan sig'madi. Lekin u narsani qo'yish joyi ajoyib ishlagan. 100 ga ishlaydi. 100 bilan ochiladi. Chiqqaningizda 100 bilan yana narsalaringizni olib olasiz. Mana shu nonni yaxshiroq 2-3 ta olaman. Bir haftaga yetadi. Yerda sartarosh xonalari ham bor. Chiqsiz bilan tayyor. Ishlatolmadik buni. Hello. Casing olgandim bunga. Casing ham yetib kelgan ekan. Juda ham yaxshi. Kela buni birinchi ko'ramiz. Klaviatura uchun yaxshi, buni olmagandim. 13 li Mac uchun. Bu unchalik sifati yaxshi emas. O'zi kerak emas. Baribir ozroq bo'lsa ham himoya qiladi. Endi kelinglar, buni ochib qisqa obzor qilamiz. MacBook Air M3 2025-yil. Bu video chiqquncha 2026-yil boshi bo'ladi. Xullas. Do'stlar, MacBook Air M3 13 dyumli. Qisqacha obzor 2025-yil oxiri, 2026-yilda boshi. Va bu yerda
MacBook Air. Va bu yerda zaryad qilish kabeli va qog'ozlari. Bu kabel ham boshqacha. Oldinlari oq bo'lardi. Wow. MacBook Air boshqacha bo'lardi oldinlari. Oldin bilsanglar bu tarafi yo'g'onroq bo'lardi, keyin qisqarib ketardi, ingichka bo'lib. Lekin bu yerda deyarli bir xil. Hamma joyi xuddi Proga o'xshaydi. Sifati esa yaxshi. Bunaqa yengil bo'ladi deb o'ylamagandim, og'irroq bo'ladi deb o'yladim. Bu yerda bilmadim uchun hali ham audio jeti bor. Bu yerda esa albatta ikkita USB Type-C bu yetarli emas. Va zaryad qilish joyi USB Type-C qilmagan nimagadir bilmayman, hali ham eski anaqasi ishlatyapti. Eski stilini. Va MacBook Air'da bilasizlar, fan bo'lmaydi ichida. O'ylaymanki, ko'taradi deb o'ylayman. O'zim unaqa og'ir ishlatmayman kompyuterni. Menda bu bor, u MacBook Pro. Bu taxminan 11 yoki 12 yil eski kompyuter. Bu kompaniyamdan bergan, kompaniya uchun ishlataman. Menga qanaqadir zerikarli. Necha yildan beri MacBook mana shu rang mashhur bo'lgan, shuning uchun boshqacha bo'lsin deb bu rangini tanladim. Men iPhone'imni 15 Pro Max rangi bir xil, shuning uchun menga bu rang yoqqani uchun buni tanladim. Do'stlar, buni setup qilib, bir kun ishlatib ko'raman, balkim ko'proq ma'lumot beraman. Bu o'sha Shinjonni ishgan shashilari. Shinjonni ham bizga o'xshab katta qilishadi, lekin bular Hanjo'dalik uchun, asosan Xitoylar uchun tayyorlaydi, shuning uchun kichkina qiladi. Lekin yaxshi, mazali. Christmas yaqinroq, yangilik qaraganda, shuning uchun odamlar ko'proq chiqyapti. Bu biz turgan joyda eng markaziy joy hisoblanadi va asosiy archalardan bittasi. Xullas do'stlar, bilmadim, bu vlog balkim 2025-yildagi meni eng oxirgi vlogim bo'lsa kerak. Agar shunaqa bo'lsa, hammaga yangi yil muborak bo'lsin. 2025-yil menimcha yaxshi yil o'tdi hammalarga. 2026-yilda bundan ham yaxshi o'tsin. Kuzatib borganlar uchun kattakon rahmat. Obuna bo'lgan bo'lsanglar obuna bo'linglar. Videoga like bosishni unutmanglar. 2026-yilda ko'rishguncha sog' bo'linglar.